Endi hammasi men uchun qiyinlashadigan vaqt keldi. Avvalo, hammangizga shu yerda qolganingiz uchun rahmat aytaman. Bu shunchaki aql bovar qilmas holat. Ikkinchidan, men uchun juda muhim bir narsa. Bilaman, ko'pchilik meni kechirgan. Va ba'zilar esa hali ham kechirishmagan. Shu sababli yana bir bor ulardan uzr so'rayman. Men bu yerda meni qanchalik sevishlarini tushunmagan ekanman. Juda yosh edim va xato qildim. Keyin esa hammasini qayta o'ylab chiqdim. Va bu yerga qaytish hamda yana zavqlanish uchun qo'limizdan kelgan barcha ishni qildik. Men nutq tayyorlagandim. Lekin chamasi hammasi esimdan chiqib ketdi. Uzr, ahmoqligim uchun uzr so'rayman. 2014-yildan bugungacha bo'lgan barcha jamoadoshlarimga rahmat aytmoqchiman. Har bir kunni ular bilan birga o'tkazish ajoyib edi. Har bir mashg'ulot, har bir jang, har bir g'alaba va mag'lubiyatni ular bilan bo'lishish men uchun unutilmas bo'ldi. Sizlar bilan birga kurashish men uchun sharaf edi. Shuningdek, ertalab soat 6 da uyg'onib, bizga massaj qiladigan, kech soat 4 gacha ishlaydigan fizioterapevtlar va klub xodimlariga ham rahmat aytaman. Murabbiylar shtabiga va albatta bu klubdagi hamma narsani o'zgartirgan insonga, Don Diego Pablo Simeonega minnatdorchilik bildiraman. Siz tufayli bu stadionda va bu kiyinish xonasida juda katta ishonch va orzu paydo bo'ldi. Siz tufayli men jahon chempioniga aylandim. Siz tufayli o'zimni dunyoning eng yaxshi futbolchisidek his qildim. Men sizdan juda katta qarzdorman va siz uchun kurashganimdan faxrlanaman. Endi esa mening sevimli, semizvoyim sardorimiz Koke haqida gapirishim kerak. Shaxsan men o'zim afsonamanmi yoki yo'qmi bilmayman, lekin sen, do'stim, bu klubning haqiqiy afsonasisan. Shuningdek, rafiqam Erika Chopelenega ham rahmat aytmoqchiman. Meni qo'llab-quvvatlaganing, yomon kunlarimga chidaganing, mag'lubiyatlardan keyingi jahlimni ko'targaning uchun katta rahmat. Va men seni sevaman, sevaman, sevaman. Va yakunda ota-onamga ham rahmat aytmoqchiman. Otamga, u meni 13 yoshimdan boshlab butun Fransiya bo'ylab olib yurdi. Professional jamoada o'ynashim uchun mashinada 4-6 soat yo'l bosardik. Keyin yana 6 soat ortga qaytardik. Bugun men shu yerda bo'lib, futboldan zavqlanayotgan bo'lsam, bu uning sharofati.
To'g'ri, men bu yerga Chempionlar Ligasi yoki katta sovrin olib kela olmadim, lekin bugungi oqshom sizlarning mehr-muhabbatingiz men uchun bundan ham qadrliroq. Bu men uchun aql bovar qilmas darajadagi tuyg'u va men buni umr bo'yi qalbimda olib yuraman.